Pardalarimiz tayyor bo'ldi. Hop, mana bu katta xonaga, yotoqxonaga mana shu fasonni qildik. Ipak mato ishlatdik. Orqasiga ham mana ipakdan ishlatdik. Bahramalari, chiroyli bobonlari, mana panotyol. Karnizlari ham chiroyli, bogati. Etagini mana shunaqa qilib yig'ishtirib qo'ydik. Bu eshigi, balkonga chiqish eshigi shunaqa fason qilindi. Bunda mana bu palka bilan yo'lni osongina ochish mumkin. Zashitkani ham mana oson surilsa ochiladi. Bu yo'lni cho'zilib ketmasligini ta'minlab beradi. Bu joyda garderobxona bor. Garderobxonaga ikkita bo'y portirni rems karnizga shundoqqina o'tkazdik. Apli krючоksiz. Xohlashmasa buni ochib yopib ishlatish mumkin. Juda oson. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz high-tech. Yo'lni zaporkaga tortdik. Kvartirani mana shunaqa gullarini chiqardik. Zaporkada bo'lsa ham juda ham chiroyli turibdi. Mana plankachasini orqa tarafdan qilib, ayirloq qilib, qaytarib, dazmol qilib qo'ydik. Hop, endi keyingi joyimiz bu zina. Bu zinaga portir hamda ipak ishlatdik. Держатель, bobon, bahramalari hammasi podsevet bo'lib, italarini chiroyli qilib taxlab makaronga qo'ydik bahramani tagidan. Tullarini ham mana ranglari, tilla ranglari bir-biriga mos bo'ldi. Karnizam bogati tilla rang. Mana devorlarimizda ham tilla ranglarni ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagi yotoqxonamiz ham, ipak ishlatilgan yotoqxonamiz ham gilamlariga mos edi. Keyingi joyimiz esa kabinet. Bu xonamiz kabinet bo'lganligi uchun high-tech variantda qildik. Portirimizni bantovkaga terganmiz. Yo'limiz zaporkada, etilarigacha ham ochilmasdan juda chiroyli kelgan. Buni ham blankasi xuddi yuqoridagi kabi 2 sm tikilib, overlock orqaga dazmolda qayrilgan. Qalin blankani xohlamadilar. Abxotdan foydalanganmiz. Buni parda ichkariroqqa kirib turgan sababi bu yerda ortiqcha joy yo'q. Mana devorga o'zi tiralib turibdi. Shuning uchun yana tashqariga chiqarsak, parda yana ham chiqib ketgan bo'lardi. Bantovkalarini qaranglar, bir tekis kelgan.
yoqda oyna bor ekan, ko'rinib qolar ekanman. Bu tarafdan turib olaman. Mana bu shkaf. Portierimiz uchun ham mana shunaqa rang tanladik. Korishneviy kabinetka, mebellarga moslagan holda. Keyingi joyimiz navbatdagi mana bu kirish joyimiz. Biz bunga setkadan feyacha qilib ko'tarib qo'ydik. Juda oynali bor, chiroyli. Garderob. Bo'yi o'zi mana bo'yiga qo'shilmagan, mana shunaqa qilib tepaga ko'tarib qo'ydik. Bobonlarini osib, tepasi zborkada donna bo'lib chiroyli bo'lib chiqdi. Eshigimiz qora rangda bo'lganligi uchun biz mana qora bahramadan foydalandik. Qaranglar buni chiroyliligini, tashab turishini. Zborkachadan dona qilib skladkalarini chiqarib, etaklarini ham chiqarib, chiroyli qilib berdik. Hop, endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu xona zal. Zalimizga mana shunaqa fason qilib berdik. Buni jarayonini qo'yganimizda kimdir ichki italyanka dedi, kimdir senyorita dedi. Qanaqa nom bilan xohlasangiz, bu o'sha. Katta xona. Paketlari ham bagati. Panolari juda ham quyuq, qalin urilgan. Ipakdan foydalanganmiz. Mana bu portieri ham, bu ham ipak. Bu bitta en, bunisi esa 1,5 ta en. Bahramalarini qaranglar. Qalin, zo'r. Bahramaga mos bu bo'nchasi bor. Etaklarini, gullarini chiqarib, chiroyli qilib taxlab qo'ydik. Har ehtimolga qarshi держатель o'rnatdik. Buni ikki yonga ham yig'ib bemalol ishlatishadi. Skladkalarini qaranglar, bittalab chiqaramiz. Tyulchasi ham zborkada, juda nejniy tyul. Zborkani yaxshi ko'rishar ekan. O'sha buzilibdi etagi, mehmonlar kelishgan. Qaranglar skladkalarini. Hech ham uyaltirmaydi. O'zi chiqadi, man deb. Bu tomon ham xuddi shunaqa. Shu bahramani sevdim. Umumiy ko'rsatadigan bo'lsam, katta xona, gilamlari, pardalar, tilla ranglar, mana qaranglar. Tilla rang. Podsvet. Mana tyulda ham tilla rang bor. Istalligini qaranglar. Mana ko'rpachalarini-chi, chokoladajalarini ajoyibligini. Hop, keyingi joyga o'tamiz. Mana bu eshikdan boya kirish, feyani kirishini ko'rsatib kirdim. Endi qandillarni xuddi yana o'shandek kirishga chiqamiz. Mana. Buni bobom bilan ikki tomonga yig'ib qo'ydik. Narigi tomonda feya qilib ko'targan edik. Bu yerda tilla rang bor, qora rang bor. Mana shkaflarda ham tilla ranglar bor. O'shaning uchun mana shunaqa rangdagi setkani oldik. Bu ham zborkada, rels karnizda. Skladkalarini chiqarganmiz tona-tonalab. Bobonlarini qaranglar, qora tilla, oq aralash. Hammasi o'ylab, moslashtirilib qilingan. Bu ham pol baravar.
Mana shu lustralar juda ham chiroyli. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu xona meni eng yaxshi ko'rgan fasonim bo'ldi. Qaranglar. Tyulidan boshlaymiz. Plizirovkali mana shunaqa nejniy tyul. Matoni qarang, matoni. Jimchukchalar. Bu jimchukchani tikilishini video qilganman. Plankasiz. Ko'rsatamiz xudo xolasa. Keyin tepasigacha buni narvonda mana shu jimchuqlarni bittalab qadab chiqdim. Tyulimiz vorkada. Ham ajoyib chiroyli. Sharikcha qo'yganmiz держательlarga. Yaqin borsam aksim ko'rinadi. Karnizlari ham juda ham chiroyli. Turba karniz, родной колесо parser. Mana bu relsta tyul va защиtka. Ochib yopib ishlatishadi. Qaranglar bularni kelganini chiroyli bo'ladi. Dona bo'lib. Bu garderobxona. Keyingi xonamiz esa hozir bu joyda bitta xonamiz bor, chiroyli vazonchamiz bor. Rasmini qo'yib qo'yaman. Hozir dam olishyapti. Bilmaymiz. Va keyingi zalga kiramiz. Bu xonamiz milliy xona deyishar ekan, ko'rpacha solinar ekan. Boyagi xonaga stol qo'yiladi. Bu joyda ko'rpacha ekan. Mana shu fasonimizni qilib berdik. Eslatib o'taman, hamma fasonni, hammasini bo'lmasa ham 70% fasonni uyni egalari berishgan. Rasm ko'rsatib, shuni tikib bering deyishgan. O'shani qilib berganmiz qizlar. Madam bilan ko'tarib qo'ydik. Panolarimiz. Gilamda tillarang bor ko'rgan bo'lsalaringiz, shu tillarangdan foydalandik. Paketi, razabella, bu bahrimalari, bu ipak. Buni razabelladan tikdik madamni. Yonidagina ipakdan tikdik. Albatta bunaqa chiroyli aksessuarimiz bor. Detaylarini chiroyli qilib qo'ydik. Buni держатели ham bor, bilasizlar, lekin bizga hozircha держатель kerak bo'lmaganligi uchun o'rnatmadik. Keyinchalik nimadir ideya kelib qolsa foydalanishlari mumkin. Bu xona ham katta. Xo'p, endi keyingi xonaga o'tamiz. Mana bir joydan ko'rsataman xonani yana bir. Keyingi xonamiz bizda zinamiz bor, ikkinchi qavatga chiqish restorani qaranglar. Hop, mana bu zinamiz. Narigi zina bilan bir xil. O'sha portier, o'sha ipak. Faqat bahramasi boshqa, panosi boshqa, держатель popon boshqa. Truba, fason, tikilishi, razmerlari hammasi bir xil. Bo'ylarini qaranglar. Bitta pano tikilgan. Bu tomonga ham, bu tomonga ham. Va tepaga chiqamiz.
qanaqa bogati. Bu yerda mobil telefonlik ishlari bo'lgan. Mana bu xonamiz. Eng beg'ubor, eng yaxshi ko'rgan fazonim qizlar. Orincha. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, faqat bir tomonga qilingan pardalar, chunki derazalarni eni ensiz. Uyni, xonani parda bilan to'ldirishni xohlashmadi. Keyin gilamlarini qaranglar, podсветligini. Juda chiroyli. Qizaloqning xonasi bu. Gulchalarni olib, tanlab, plizichali. Orasida mana gulchalari bor. Sporka bu ham bahramalari. Bobon, держатель, hammasi mos. Mana bunga mana buni benchasi mos. Sporkalarini qaranglar. Donna. Ishni ochib beradigan o'zi sporka bo'ladi. Xonani bu tomonini ko'rsata olmaymiz. Narsalari bor, egalarini, katta xona. Mana keyingi xonaga o'tamiz. Bundan ham katta xona bor. Mana xuddi narigi yotoqxonani fasoni bilan bir xil. Faqat bunda ipak bilan boshqa mato ishlatilgan. O'shanday mana etagini ko'targanmiz, pliz yo'laganmiz. Narigi xonani ko'rsatmadim shekilli. Pliz yo'langan, unga ham chiroyli qataqlab tepasi amerikanka. Karnizlarini qaranglar. Bu balkon. Balkonni mana shunaqa ochib, yopib ishlatish mumkin. Xuddi u xonaga o'xshab. Yanında juda chiroyli. Mana bu joyda ham xuddi bo'yidaqa garderobxona bor. Aynan o'shanday. Xona katta, juda katta. Bu katta qizlarning yotoqxonasi. Va shu bilan bu xonadan chiqamiz. Bu xonada ham parda bor. Rasmini qo'yib qo'yaman.